Chirchiqdan Bedniy mahalladan uchastka qidirib yurgan akalarimiz, opalarimiz bizga chiqishgandi. Sababi Bedniy mahalladan shunda pastga tushib, Gorparkka sentralniy yo'lga tushib olish osonroq deyishayotgandi. Assalomu alaykum Chirchiq uy bozor kanali obunachilari. Bugun biz sizlar uchun uchastka bo'lmasa ham kottej olib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 2 etajli 6 ta xonadan iborat bo'lgan, barcha sharoitlariga ega 2 sotuvga qurilgan kottejimiz bugun sotuvda. Men sizlarga polniy obzorlarni qilib ko'rsatguncha videoga like bosib turinglar. Narxini ham oxirida aytib o'tib ketaman. Kottejimizni ko'rgan bo'lsanglar, barcha sharoitlariga ega, bemalol kirib yashasanglar bo'ladi. Bundan tashqari o'zining yozgi oshxonalari bor ekan. Bu yozgi oshxonalarni shunday ichkaridagi oshxonalariga bog'lab qo'ygan ekanlar. Bu uyimizning narxini taxminiylardan sal arzonroq aytamiz. Ya'ni egalari 125 ming dottilar o'tib beradigan joylari bor ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Shu va shunga o'xshagan eng yaxshi uylar faqat Chirchiq uy bozor kanalida.